Senchi, Muhammad, har kuni olib keladigan shirin noning qani? Hozir ustoz xaltamda edi. Meni nonim qani? Balki uyda qolib ketgandir. Yo'q ustoz, ertalab o'zim xaltamga solganman. Unda yo'lda tushib qolgandir. Yo'q, uni kimdir o'g'irlabdi. Nima? Ustozga yolg'on gapirding-a? Ertalab xaltamga o'zim solganman deydi yana. Men yolg'on gapirganim yo'q. Ustozga nonimni kimdir o'g'irlaganini albatta isbotlab beraman. Qanday qilib isbotlamoqchisan? O'g'rining yelkasiga qo'limni qo'yaman. Qani meni nonim? Nonimni kim oldi? Uyda qolib ketgandir, Xolid. Yo'q. Unday bo'lsa yo'lda tushib qolgandir. Yo'q. Tushib qolsa bilardim. Yo'q, Xolid to'g'ri aytayapti. Darsga kelganida noni bor edi. Uni ham kecha meni nonimni o'g'irlagan odam olgan. Yo'q, hech qachon bo'lishi mumkin emas. To'g'ri, bunaqa bo'lishi mumkin emas, chunki o'zingni noningni o'zing o'g'irlamaysan-da. Ya marhaba.